Hop, assalomu alaykum. Men ismim Kamoliddin. Toshkent shahrida ish faoliyatida o'sib kelamiz. O'quv jarayonlaridan sizga eng yoqqan narsa nima bo'ldi? O'quv jarayonlarida shu o'zimizga fragmentli yaratish, o'zimizga moslashtirish yoqdi. Nimaga aynan shu ba'zi darslarini o'qidingiz? O'qishingizga turtki bo'ldi. Hop, o'qishimizga turtki shu xizmatni tashqaridan foydalanganimiz vaqt jihatdan ko'proq ketayotdi. O'zimiz o'rgansak, ham kontrol qilish, ham proses tezlashtirishga yordam berar ekan. Mana bu imtihonni topshirdingiz. Imtihonda qanday loyihalarni himoya qildingiz? Hop, imtihon topshirdim. Imtihonda so'sha hamma bayistiga ishlatiladigan o'sha облака, chertoj, раскрой hammasini ko'rsatib, diplom защита qildik. Hammasi o'zi xohlaganday bo'ldimi? Mana kurs jarayonlari, o'quv jarayonlari hammasi. Kurslar haqida fikrim yaxshi. Shu o'zim xohlagandek o'rganish metodikalari ham yoqdi. Boshqa hamkasblaringizga ham tavsiya qilasizmi Biroq akademiyasini? Biroq akademiyasini taklif qilamiz. Xudo xolisa o'qib, ustiga ishlashsa yaxshi bo'ladi. Brauf akademiyasi ishonchli hamkor.